yumshoq ayol xohlaysanmi? Unda unga xavfsiz hayot ber. Hamma narsa uchun kurashishga majbur bo'lgan dunyoda undan nozik bo'lishini kutma. Tirik qolish yukini ko'tarib yurganda undan farishta bo'lishini hech qachon talab qilma. O'zini ham boshqara olmaydigan erkak uchun uning boshini egishini kutma. Chunki yumshoq ayollar tug'ilmaydi. Ular ishonch, mehr, barqarorlik va haqiqiy suyanch bilan shakllanadi. Ha, u qattiqlashishi mumkin, chunki majbur edi. Hech kim himoya qilmagani uchun o'zini himoya qilishni o'rgandi. Agar unga huzur berishga tayyor bo'lmasang, uning zirhi bilan kelganda shikoyat qilma. Chunki asl ayol aslida yumshoq bo'ladi, lekin faqatgina uni sindirmay, qadrlay oladigan erkak uchun.